Tağam zada nemi oylayotgandı ha? Endi Xislat acamның to'y ishini chuqum astoydilroq o'ylash kerak-da. Voy balam. Astoydil o'ylashqidek nemisi var? Dadısı olsa liderken, balası olsa şirketin direktörüken. Onu olsa şunda kamlaşkan jigit dursa, bizden Xislatkiçe tazı maskaya girek. Ay, meningki yo'g'lim aşında kamlaşkan bolsa, muş beşimga toj qilib qistirattım mu? Abba, bu neyim deginin hamdi? Oy. Mömin anlappas köңlüge gelmemda. Vay balam, vay balam. Oy, möminni mi? Şunda xeridaligini kütüp alıman go. Ha? Aka. Nemini o'ylab o'tir ketding? Birden tahlil qilmasang cho'fkan bir o'ylashib olay. Oy, nemini o'ylashib ketarsan? Sen Xislatning to'yiga qo'shilamsan? To'yiga qo'shilmamsan? Shuni o'ylayapman qo'shu. Oy, buning o'ylig'idek nemisi var? Buncha jiddiylashib ketganiga qaraganda Xislat bu Po'lat degan adashni rost yaxshi ko'radi, nima? Xislat. Bu yoqqa chiqma bulam. Keling olib turib. Ha, aka, qandaq o'ylashding? Shanba kuni Po'lat uyga kelsin. Birga tomoq yeydi. Bili tamak yemdik dağa. Muş öy kilemde dağa. Voy Parizat. Mo'min ishqinglar Unalga o'xshashman degan gapni qayta takrorlaysizlar davomli, ha? Ay, Xislat, axir to'yini qildigan bo'ldikmi? Men de qo'shilmadim. Amsa shanba kuni uyga kelsin deding bu. Shu. Ha, uyga kelsin deydigan gapim bor. Nimaga? Menga degina dada. Yo'q. Uning o'zidan so'raydigan savollarim bor. Javobini olgandan keyin andin to'y qilsangiz bo'lamdi, bo'lmamdi? Bir qarorga kelaylik. Cesur. Dadam Po'lat direktorni uyga taklif qildi. Yilqi Xislat acam to'y qilmoqchi bo'lgan direktor bor-ku. Birga tomoq yeb, inongan to'yga qo'shiladigan, qo'shilmaydiganligini qaror qildik. Hay, gap qotma. Nimandaq astoydil nim ko'ratsiz? Andincho, adam o direktorni uyga kelamdika? Albatta kuldi-da. Akasi andin dadam qo'shildi emasmi? Dadamning ma'qulligini ilish uchun bo'lsin bu o'tkalda o'tish kerak-da. Nima o'tkalda o'tishga? Dadam deb qo'shilmagan tursa. Hay. Bili tamoq yeyish deganning o'zi yerim qo'shilganligi barobar. Mening shunda emas. Qandoq? Dadam bir ishni planlayotgandek qildi. Ha? Nimani planlay? Po'latni qiynayotgan plan.
Bunu görsem acep ciddi iştahım болып қалды ма? Bunda olsa normal емес. Dağdıl buluşum gerek. Rahmet. Ilg'i. Sizda. Mening gapim bek muhim emas, sizda bir. Ilg'i. Dadam shanba kuni sizni uyga kelib tamoq yeb ketsin deydi. Sizlarni uyga berib tamoq yemdikan emas? Dadam shu bir ishni planlayotganmikin deb o'ylab qoldim. So'rsam faqat tepagilunimidi. Shu siz uyga borgandan keyin dadam shu ikkimizning to'y qilish qimmaslik to'g'risida qaror chiqardi ekan. Bundaqda Agar besim bo'lib qolsa, bormisiz bo'ldi. Dadamga ish chiqib qoldi deb qo'yma. Ay, bunun nima bisim bo'ldi deysiz? Men cho'qim bir maqsad. Rasma? Dadamızdan bana bo'lgan ishonchni qo'lga keltirish uchun bu o'tganni o'tmay bo'lmaydi. Albatta, xushallik bilan borman. Siz bundan xotirjam bo'lsangiz bo'ldi. Ma'qul. Ben chiqdim. Dirail kişileri cem bulduğun boptuk da. Qaysarka, yaqinroq kelganjimi yaqinda yuqumliq sukan tarqalib ketibdi. Ha, ma'qul. Sizmi shu? Do'konning cho'ng kichikligi bo'ldi-ku. Mush do'konni sog'ib 30 yil bo'ldimi? Yo'q. Bu mening konu do'konimning o'rniga bergan do'kon. Men mushu kasb bilan shug'ullang'ili 30 yil bo'ldi. Olimka buni va do'konning bahosini yana ozroq nasib etishki bo'ldi. Bahada kelishkin buldovka. Ha. Qaysarka, Bu do'konning tijorat ahvoli qanday? Ticaret ahvalinden de krema. Dehşet yakışık. Bu atrapta hesap utanmayıp anasını. Dokuz mu ki? Bunun üstüne öldürmetken var. Şunu boza bırak yakışık. Ticaret hakikaten yakışık. Şuna malum ka? Ticaret yaxshi. Emsa Polatga o'tirib tursiz, men mani deb ketay. Bo'ldi. Hozir kelay. Nima bu? Polatdan so'rashib bo'lmaydigan. Polat ertagachda uyga tamoq keldi emasmi? Shunga so'rashga tegishli bo'lmagan savollarni yozib qo'ydim. Yezib qo'ydi? Nimin deb berma Polatga? Erta sizlarni barmoqchida. Mush cho'nglar. Menda nima savollarni so'radi deb sal tantirab qolyapman qara. Cho'nglar sizdan so'ramoqchi bo'lgan ishlar-da. Cho'nglar sizdan. Ha? Balkim shu avom ota-onangiz to'g'riliq so'rashi mumkin. Uydagida ota-onangizni qandayroq odamlikka bakrak ahamiyat berdi emasmi? O boşu.
Bundaq desanglar hergiz bo'lmaydi. Lider bilan Amin adam to'g'risida qat'iy savol so'ramanglar. Hech nima so'ramamdi qamdi. Oy, bu bo'g'iz kuyovuldan buni so'rmasak, nima so'raymiz? Shundigina apa. U ya bir atoqli shaxs bo'lmasa. Sizlar qiziqadigan savollar bo'lsa, mendan so'rasanglar bo'ldi. Bo'libmi? Po'latning o'z apisining qachon tugab ketganlik to'g'risida buni qat'iy og'zinglardan chiqarmanglar. Gap qilmay o'tirganmizda apa. Shunday emas. O'z vaqti mendan so'ramaganlar qolmaganti. Bunda qilsa adil olmaydi juma acha. Inisanlari, qarindoshlari, uningdagi o'qish tarixi degandek savollarni so'rasangiz bo'ldi, singlim. Lekin mashinangiz necha? Uyingiz bormi, yo'q? Egiz bino turamsiz, pastmi? Ha, uy oldingizmi? Degandek savollarni qat'iy so'rmaysizlar. Chunmi? Ha, bo'libmi? Ammam bilan Farizat acham buloq bakrak qiz qildi. Bo'libmi Farizat? Bundaq savollarni qat'iy so'rmaysa, bildingmi? Gap qilmay o'tiray bo'lamdi. Bo'lsa, tamoq taklif qilgan bo'lgandan keyin tamoq yeylik, savollar so'ralmasin bo'ldi. Qanday? Man, elam. Uncha uloqib ketishning hojati yo'q bolam. Dada, Aka, nagmangdi? At so'qma qildiganlar kelmoqchidi. Ha, Men azroq tayyorlik qilib qo'yay. ha bo'ldi. Chiqadi. Ma'qullar, ma'qul. Qo'shtaga. ishqilib, men deydiganni deb qo'ydim. Ha, bo'lsa, yaxshiroq hamkorlashsak, ha? Apa, xislat bo'g'isi yo'ldishini baq qo'g'daydi jumi. Xislatning oldida jasur hech qanday qishamiz. Jasur ne bo'pti? Oy, bolam, unutib qaldingizmi ya? Esingizdan ko'tarilib qaldimi? Muslarning cho'ngchiyinglardan tortib, mush to'ygacha jasur hech ishni bizga maslahat sog'an emas. Hamma ishni ma'qul o'z yolg'izi qaror qilib tugatdi. Ey, men texi shu chog'da sizlarga maslahat soldim kedapman. Yo, nasho. Sizga desam, Po'latga, bizning uyda dadamdan boshqa Farizat acham bilan ammamning qarorini bakrak bo'yin. Hammadan bek kelib chiqib shu ish qilsak taxir. Shu ularning savol javob berganda astoydilroq bo'lsangiz bo'ldi. Ko'nglimda san bo'ldi. Lekin ishtadan to'g'risi azroq uchirmaysan iltifqim. Dadam, Misolan, olimkam odati nima yeyishgan biroq, nelarga berishgan biroq, qanday faoliyatlar qilishgan biroq degandek. mening dadam shu odatda so'qmoq yasashgan biroq. So'qmoq? So'qmoq. Aravni shu mafka? Qaysar. Dada, Qaysar? nimishqa do'konni sotmoqchi bo'lib qoldim. Men kasbimga vorislik qilsam, nimish qolmaydi? Balam, yana shu gapma. Bu gapni deyishmaydigan bo'ldik-ku. Bu so'qmoq yasash sening eng yaxshi ko'radigan ishing tug'i. Yaxshi ko'rgachga izchil davomlashtirib kelding-ku. Her gün sahar turib birinchi qo'lga ashing do'kon ichishdi-ku. Hatto qor yomg'irdan do'kon taqmagan odam. Endi nimishqa tuyuqsizlar do'kon sotmoqchi bo'lib qoldi? Balam, sen xato tushunib qolsan.
necha yildan beri mening do'konni qishin yezin hardim charchidim demay etishimdagi sabab faqat sizlarni yaxshi qator qo'shish uchunla. Sizlarni och yalang'och to'q serin qo'ymay yaxshi qator qo'shish uchunla. Dada, hozir sizlar o'xshamaysizlar. Davr o'xshamaydi. Sizlar cho'qim hayotinglarni qimmatga ega qilishinglar kerak. Sizlarmi bizga o'xshash och zerin qolmaslik uchun yashasanglar, hayotinglarni xorlagan bo'lasizlar bolam. dada. Gepingchi ben. Oshjanosh qilmaslik uchunla. Pul uchun kasbinga varislik qilmoqchi o'tmanda dada. Senchi men shunday odammi? Mana. Sening mijozing mushu bolam. U so'qmoq yasash astoydillikni, savrchanlikni, eg'ir besiqlikni talab qiladigan bir kasb. Sening mijozing bu kasbni qilishga tushmaydi. Ota buvimizdan qolgan retsept sening qo'lingda buzilib ketsa, texmi bo'lmaydi. Sen cho'qim boshqa bir ish qilishing kerak. Men nima ish qilishimni qat'iysan? Meni yaratmaysan shundaymi? Men nima qilsam xato? Eshbama endi so'qmoq yasashga yaramaydigan odamga aylanib qoldimmi? Qaysar nima ish qilyapsan? Nimkaya! Nimdadan voqeacha! Jasur. Ben nima ish qilay? Meni yaratmaysizlar. Men to'van ko'rsizlar. Sizlar qachon haqiqiy ko'ngilsiz boqqan? Sen qachon ko'ngilligiga chiqib boqqan? Sen qaysi bir insonni rozi qilib boqqan? Qachondan ishlarib yuryapsan bu? Nima bo'ldi? Nimaga buncha chiqib ketdin? Ha? Yana ishlarga o'xshamamsan? Ha? İşlerdim. Ben işler işim başka neymiş qila olayman ben? İşlerdim düşüneyim. Şunda olsun mu? Dadamın kesbik varisi qilay deyapman. Sana o'xshash pul o'zidan ortmidi. Nima deyapsan? Jasur. Akam boqmasa? Qaysar ne bo'ldi bu? Qo'y, ne bo'ldi? Qo'y. Qo'y, niye vayronchilik bu aka? Dada. Qaysarga nima bo'pti? Yana bir ish qilyapti-mi? Nima? Qaysar? Buni Qaysar qildimi? Qo'y aka. Buni shundoq yaxshi bo'lib ketdi deb qo'shilsam, yana men borganda buningga. Qo'y aka. Qo'y aka. Qo'y bo'ldi. Qo'y aka. Bularga aytib aka. Sen al şunu. Qo'y aka. Qo'y aka. Qo'y bak. Adamni qo'rqadi. Dada. Qo'y aka ne bo'ldi? Dada. Aka ko'zimni ochar. Aka. Canım dada. Aka. Sizlar, xaridor. Qo'y aka ne bo'ldi? Qo'y dada. Qo'y dada. Bo'ldi? Voy, amam ne bo'ldi? Opam emas, tog'am. Tog'am? Dadam? Voy, dadam. Berna, somkam. Başım somkamda. Jasur. Tamam. Jasur, dadamga nima ish oldi? Qo'y Qaysar. Hepsini qilgan Qaysar. Shu ishlarga o'xshaydi. Qaysar? Qaysar nima ish qildi yana? Qo'y do'konga kirsam, butun so'qmoqlarni to'kib yetibdi. Nakatga tavizim yo'qoldi. Aka, adamni qo'rqatmag'ini. Aka, ko'zimni ochar. Dadam qandoqroq ke?
Hayatın xil yaxshi ham. Sen chiqib aramasang bo'lamizmi? Qarag'im. Chiroyi tatirib ketibdi. Oqirat. Aka. So'g'mon apa. Chira chiqib boramalayli. Chira. Bu yerdan bo'lgan asirga chiqib aramayman. Erna, siz mi çıkıp aramayın? Hadi. Sen mi çıkıp aramayın? Yok. Ben işte çıkıyorum. Hadi. Bu ne? Çıkıyorum. Çıkıyorum. Ay, Rana. Nima? Tez topamdingizmi? Opa, Qaysar telefonni ityapti. Tez topamabdi. Ranağı digine qaytib kelsin. Soğuk tegib qamsın o qizga yana. Rana, qaytib kelingay bo'ldi ukam. Ha. Qaysarcha kichik bo'lmagandan keyin uy kelgan yo'ldan ezib ketmas. Qaytqisi kelgan o'zi qaytib keldi. Rana opam Qaysar kichik bal bo'lmagandan keyin kelgisi kelgan o'zi keldi deydi. Siz o'zingiz qaytib kelingay bo'ldi ukam. Ha. Xo'sh. Bolam, akam qandaqroq? Hayatın uşağı kelgan ta'sir uxlab qoldi. Xotirjam bo'l. Yuragim endi o'rniq tushdi. Ben qo'rqib ketdim bolam. Japa tatdingmi o'g'lim? Yo'q. Qaysarchi. Telefonni itilib yo'q qo'tan. Rana bir do'sti bilan Qaysar bog'dek liyabus berib izlayotdi. Bugun qaytib kelib baqsin qandaq qilibdim ekan men. Jasur, berkilab qaraqchi. Hayat kendi bergeymi Gözün tolgan bilen yaşa Gözün tolgan bilen yaşa Gelip kelgeymi ketkenler İşin urgan bilen taşka İşin urgan bilen Sağımı şundak köyünü diken bu bala. Vaqti to'yini qilsangmi buni? Açığın yanmaqda ha. Yaqay aka. Hazır çıkıp oturmuşma. Tam hakkında var. Ben ölüp kessem mi sen bu öydün bir kadem ayrılmaysın. Voycan bular dada. Oya bey aralashmayın qo'yishlar. Durma. Bo'lmasa, nashtangizni qilibla. Of, dada, ustum oshmidi. Nimada ishtimiz chiqsa? Voy dada! Yomanda adabsizlik qilasiz.
kıldın lan? Hayat başka, yaşaş başka. Nime demeydi her Tamақ yedің ма? Іштен түшдің ма? Қудың ба дегендің башқа немеш қып бере әлідің? Мен бұл тойны қылдым. Bu eğir jükni qandaq sana yükleyeleyme bulam. Dayım akam qilgan bo'lsa, akamning to'g'ri. Qanday bo'lsa, men sizdan bolam bu. Burada. Ayya. Oğlanı mı yığılamdı? Ha? Agar bu uy satsanglar, men uyga chiqdiman. Akam bilan uyimiz bizga yuramsa? Dadamның aldı bir xalt pul tashlab bersanlarmi? Yana shu so'qmoq deb yashaydi. Cesur. Tağa gözünüz açma. Apa! Gözüm toymaz, gönül kanmaz. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Ömür davam yetkeyimiz yükselen yaşaşka. Yükselen yaşaşka. Ömür davam yetkeyimiz yükselen yaşaşka. İnaklık gevheri kaldı kızbamı asraşka. İnaklık gevheri kaldı şit kızbarmı asraşka. Yarındaşlar mı asraşka. Minnettar bol körgen her bir günündün. Rencişler dilimdin kapalmasın cay. Çilger gülnüm tikini birge. Güzel dur yüzüde dağ bulsun o ay. Çilger gülnüm tikini birge. Güzel dur yüzüne dağ bulsun o ay. Kısmetler hemmige okşaşta kiyin. Özgermez hakikat hayat ve mamut. Her dilde memnunluk bulsun barşıge. Hiç kimge itibar kılmadan hayat. Kısmetler hemmige okşaşla qiyin. Hiç kimge itibar kılmagan hayat. Qanaat baxtdur, baxit qanaat. Esindin ketmisin shu oddiy savat. Kısmetler hemmige okşaşta kiyin. Özgermez hakikat
yashashla qiyin hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdir baxt qanoat esimdan ketmasin shu oddiy sabab esimdan ketmasin shu oddiy sabab